Hammanglar shu raundlarda ko'k seriyasini yaxshi ko'rasizlar. Hozir men haqiqatni gapiraman. Penkasidan boshlaymiz. Hech qachon menglar shu penkani agar o'zingizga silliq, tortilmagan yumshoq teri xohlasangiz, bir daqiqaning ichida hamma poralaringizni yuvib, teringizni yumshoq qilib beradi. Tonerni vaqti gapirmasa ham bo'ladi. Oddiy suv, lekin bu suv bilasizmi nima qiladi? 1-2 kun shuni yuzingizga surib ko'ringda, mana bunaqa yaltiroq effektni ko'rasiz. Ham juda ham chuqur poralaringizni ichiga kirib, suv bilan to'yintiradi teringizni. Svirtkasi va shishi bo'lmagan narsa. Даже самый allergichniy, hamma narsaga reaksiya beradigan yuzni shunaqa joyiga qo'yadi. Qo'lni qizarishlarni to'xtatib, yuzingizni oppoq bitta rangda qilib beradi. Короче, shunaqa увлажняющий kremi bor ekan, o'zicha namlantiruvchi krem, teringizni chuqur namlantirib beradi. Qoshiqchasi bilan-chi, ko'z tagiga sursangiz ham bo'ladi. Bu ham ko'z tagiga butun yuzga krem. Mana SPF-chi вообще dabdala. Deyolmayman, chunki bu eng zo'r SPF. Mana reytingim bo'yicha nechta SPF ishlatmadim, eng zo'ri shu bo'lgan. Qayta shuni olaman faqat. Ozgina shunaqa glyansiy, yaltiroq effekt beradi. Agar matoviy effekt xohlamayman desangiz, Roundlab'da shunaqa SPF stiki bor. Kichkina bo'lmaydi, lekin shunaqa barakali. Sumочкangizga solib yursangiz ham bo'ladi. Kun bo'yi rosa surib chiqaring makiyajingiz ustidan. Hech balo bo'lmaydi makiyajingizga. Shunisi necha oyga yetadi bo'laysizlar? Menga 5 oyga yetdi. Yozda 1000 marta ishlatdim kuniga buni. Ko'pshim qizlar, hamma ter turiga tushadi, ta'sirchan yuzga особенно tushadi. Bemalol olsangiz bo'ladi. Allergichniy yuzingiz bo'ladimi? Limonga allergiyangiz bormi? Bir nimaga allergiyangiz bo'lsa ham farqi yo'q. Butun nabor qilinib sotiladi. Alohida olsangiz ham bo'ladi. O'zingizga yoqqan narsalar hammasi dahshat. To'g'risi, puliga arziydi. Unaqa qimmat brend emas.